Jo'sigingiz shillaqurtga o'xshab asta qimirlagandan keyin по-любому ko'z paytda sizga non yo'q. O'shaning uchun mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, kalta kesakdek tez qimirlashni men sizga o'rgataman. Nima deysizlar endi, o'zbekmiz-ku, bir boshiga bir tachkamizni ko'rsatib, bir ko'z qilmasak, bir joyimiz kamayib qoladi. Hali ham shu yerdamisiz? Yaxshi shunday obuna tugmasini bosib qo'ying, sababi mana shu oyning oxirigacha biz 60 mingta bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, videoni boshladik. Короче, sizlarga o'zimni optimdan kelib chiqqan holda jaydar tilda tushuntiraman. Короче, shunday kirasizlar, agar kim joystigini ideal joyini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, shunday ko'zingizni yumasiz, ekranga barmog'ingizni qo'yasiz, o'sha joy sizni joystigingiz uchun ideal joy bo'ladi va uni razmeri unchalik muhim emas, lekin iloji boricha shu 60 dan boshlab 160 oralig'ida bo'lishi kerak. Undan keyin esa чувствительность рывка, ya'ni o'sha harakatlanishni 100 qilib qo'yasizlar. Rivokda esa maksimalni pastroq qilsanglar o'zlaringga yaxshi bo'ladi. Ускорение по горизонтальni esa iloji boricha o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Sababi o'ynab ko'rsanglar o'zlaring farqini tushunib olasizlar. Agar joystigingizni nastroykasini to'g'ri sozlagan bo'lsangiz, mana shunaqa движенияларni bemalol ko'zingizni yumib bajarishingiz mumkin bo'ladi. Agar bu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, shunday like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Sababi yana bir marta takrorlab o'taman, mana shu oyning oxirigacha 60 mingta bo'lishimiz kerak va aynan siz qaysi momentda qiynalyapsiz? Albatta kommentariyga yozib keting. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.